Payg'ambar Isroil ular onalari oxiratlarni obod qilgin. Mirziyoyev mustazorlarni oxiratlarni obod qil. Alijon akamni, jigarimni, qadrdonimni, o'tgan avlodi ajdod ota-onalarini Allohim oxiratlarni obod qilgin. Habibi Sohir akam, Mohir akam, yo'lda mana g'ayrat ekanlar bor. Anjoli g'ayrat ekanni ham Allohim o'zing o'z panohingda asragin. Martabalarni bundanda ulug' qil. Ostikamni san'atlariga san'at qo'sh. Qodir ekan Majidov, akajonim, Mirzo bo'lsin, Panjoristo bo'lsin. Baroq jigarim. Bugün yaptılar dililer artık yazık geçiriler yani. Allah için anneler yaptı ona. Madaret vaziri gibi hamma kadırlı oldu. Ağlı sanat. Abdullah Acı. Hammaları. Abdurrahman Estağfirullah. Sherzod akam, Do'rkimidigilar, Sevimlidigilar, Mamirjon, Nosir, Qodira, Bundigilar, Abdurahmonni uydigilar, Abdurahmonni buvisi, Qobiljon ukamdan o'tgan ota-avlod, ona-avlodlari. Men bilgan, bilmagan, men bilan birga partnerlik qilgan, meni to'g'ri tarbiyaga solgan, pir ustozlarim hammalari, hammasiga sizlar sababchisizlar. Allohim ana shu ustozlarimni Allohga asragin. San'atkor muxlislari yodi bilan tirikdir. Dilshodbek Musabekovning oxiratlari obod bo'lishini so'rab, barchangizdan duo qilib qolishingizni o'tinib so'raymiz. Sizning e'tiboringiz va qo'llab-quvvatlovingiz biz uchun juda muhim. Agar ushbu xotira lavhasi qalbingizga yetib borgan bo'lsa, marhumning haqiga duoda bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning obunangiz va fikrlaringiz bizni yangi ijodiy ishlarga ruhlantiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling, qadrdonlar.